Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday haqiqiy elita toza zot yo'nalishiga qo'y ishqibozlari. Akalar, bugungi videomiz qisqagina, ozgina manalik video bo'ldi. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, videoni boshida bittadan like tirs bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa sizlarga mana shu 4 dona qo'yimizda chiroyli obzorni chiqarib beramiz. Hop akalar, bugunga mana shu 4 dona qo'yimiz bor. Bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimiz xonadan kelgan qo'ylarda video syomka jo'natamiz, xudo xolasa. Bugungi sanalarimiz 2026-yil haftaning shanba kuni 7-fevral. Hammamizga qutli muborakli bo'lsin. Akalar, soni 4 dona. 3 dona sovliq, 1 dona mana bunisi qo'chqor. Qo'chqor deyam haqiqiy zot yo'nalishidagi qo'chqor. Jonivor. 4 dona 4 xilidan. Mana bunaqa ayda-voyda yo'g'idan bor. Bosh jigarrang, yog'i tozasidan. O 1 dona toza elita o'sha toza hissorisidan mana. 1 dona mana bu toza rashanidan. Qo'chqor ham o'tda kelishgan mana. 1 dona mana toza oq yuz, tumorlari bor oldi, tikka razrez. To'talasi ham. To'tta ham tikka ayri dumbadan. Mana bu qo'chqorda ham garbonoslari kevargan jonivor. Quloq joylashuv, garbonos yuzlari o'tatana. Haqiqiy mashinalardan bugunga o'sha o'zim qo'y qilib olaman deganlarga yetib keldi 4 dona. O'ylar qarang jonivorlar. Haqiqiy o'sha zo'rlardan dumbalarni qarang. Tikka ayri dumba hammasiniki. Akalar, bular to'talasi ham qo'zi. Hali tishyormagan to'qlular. Mana bu to'qligimiz o'ta boshqacha, noyobidan, tozasidan. Qo'zi yoshlari bir 11 oylik shunaqa, 10 oylik atrofida hali qo'zi jonivorlar. Mana bu qo'chqor. Haqiqiy shu zo'ridan, olaman deganidan qo'chqorda ham qo'y qilib olaman degan akalarimiz bugun videoni oxiriga ko'rib turishaveradi. Hop, bo'ylariga keladigan bo'lsak akalar, bo'ylari mana sovliqlarga 80 atrofida. Mana shular 80 chiqaveradi xotirjam. 80 xotirjam kelaveradi shular sovlig'imizning bo'yi. Buni qo'chqorimizni bo'yi 80 plus. 82 atrofida, 83 shu. 80 plus kelaverasizlar, pluslarga bonus. Lekin bu sovliqlarimiz xotirjam 80 kelaveradi. Hop, sovliqlarimizning quloqlari hammasiniki butun ekan. Bitta mana shu qo'chqordan o'sha yerda jichcha kesilgan joyi bor ekan. Qolgan uchala sovliqda ham quloqlari butun. Qo'chqorimizda ham mana shu qulog'i butun. Narigisini sal uchidan kesilgan ekan. Jonivorlar hamma yo'g'i kelishgan tikka qo'ylar. Xudo xolasa bular yana o'sib beradi. Shu 90 atrofiga, 90 plusga ham borishi mumkin. Endi buni bilib bo'lmaydi. Katta qo'ylar bo'ladigan qo'ylar. Ikizak tumorlari ham mana buningizda. Haqiqiy zot yo'nalishiga boqaman, o'zim qo'y qilib ko'paytirib yuraman deganlarga mana komplekt. 4 dona bitta qo'chqor shu sovliq. Qo'chqorda ham shu haqiqiy zo'rdan. Xudo xolasa qo'chqorimiz ham shu 1 metrga yaqin qo'chqor bo'ladi. Hozirda shunchalik 80 atrofida, 80 plus. Garbonosi ham shu zo'rdan kevarganidan, quloq joylashuvlari. Qulog'ini lekin bilmayman, o'lchab ko'rmadim nechiligini. Jonivorlar haqiqiy zo'rlaridan obunachlar. Ishqivoz aloqaga chiqaveradi. Jonivor bo'g'oz qisirligiga bularga garantiya berilmaydi. Bo'g'oz ham qisirga ham. Ichida mana shu qo'chqor yuribdi. Qisir bo'lishi ham mumkin, bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. 50-50 olaverasizlar. Bilmaydi, qo'chqor osh qo'ygan bo'lsa, bo'g'oz ham bo'lishi mumkin. Jonivorlar. Akalar, buni videoni qisqa qilib narxiga keladigan bo'lsak, uchala sovlig'imizning narxi 6 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Unaqa 600 dollar, 700 dollar narxi yo'q. 6 million 200 ming so'mdan telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqorimizning narxi 7,5 million so'm. Unaqa 700 dollar, 800 dollar unaqa narxi yo'q. So'mda kelgan, so'mda ketaveradi. Shoshilib ishqivoz aloqaga chiqaveradi akalar. Kimgadir qimmat, kimgadir arzon. Qo'ydi tushungan odamga xudo xolasa arzon.
Jonivor. Ishlashi ham zo'r qo'chqordi. Bu ikkiga chiqquncha, ikkiga chiqqandan keyin ham do'qola chiroyli bo'lib o'sib beradi. Qo'yga qo'shqani ham bo'ladi. Sovuqlarda o'zi quv yuribdi jonivor. Jonivorlar. Ishqivozlarga chiqaradi akalar, o'yladi. Qo'ydi tushunadigan odam bitta ko'rib tushunadi, lekin tushunmaydiganga ming maqtasa ham kam. Mana shu qo'y deb turaveradi. Lekin o'sha seleksiya qilaman degan akalarimiz tushunishadi o'zi. Aloqa chiqarasizlar 6 million 200 ming so'mdan sovliqlar 7,5 million so'mga qo'chqor. Telefon qilib aloqa shoshilib chiqarasizlar akalar. Video yoqqan bo'lsa, lutfdan like bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Kommentariyada Allah fikrlarini qoldira olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa yana zo'r qo'ylarimizni olib kelishga harakat qilamiz.